Odamlarda eng zo'ri bo'lishga intilishimiz kerak. Nimadir taqdim qilish kerak xalqqa, mamlakatga, yurtga, ummatga. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Kim tong ottirsa-yu, unda musulmonlarning g'ami bo'lmasa, u ulardan emas. Faqat o'zini g'ami. Xalqini, ummatini, mahallasini nima qilmaydi? O'ylamaydi. Mana shu masalada har qanday mahallada ham boy bor, o'rtahol bor, kambag'al bor. O'sha mahallaning yo'li bor, ariqlari bor, tuzatilishi kerak bo'lgan. O'sha mahallada boyni borligi shu problemalarning yo'qligida ko'rinadi. Endi shunaqa uyda solib qo'ygan varaqlatib eshigini tagida luja bo'lib yotibdi ko'cha tomon, asfalt solib qo'y. Yo'q, u faqat o'zini uchastkasi 6 sotigini ishini obod qiladi-da. Haligi hashamatli uyni addelkasiga boyaga loy ko'cha o'pshim aytmaydi-da. Boy akalar,